Assalomu alaykum. Men Karima Sevinch Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetining Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakultetining 2-bosqich talabasiman. Bugungi o'tadigan mavzumiz zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar. Ushbu mavzu yuzasidan bizda 3 ta reja mavjud. Birinchi rejamiz zamonaviy o'qituvchining kasbiy pedagogik mahorati. Ikkinchi rejamiz kommunikativ kompetensiya va pedagogik texnologiyalardan foydalanish. Uchinchi rejamiz shaxsga yo'naltirilgan ta'lim va o'qituvchining mas'uliyati. Zamonaviy o'qituvchining kasbiy pedagogik mahorati bu. Bugungi o'qituvchi zamonaviy ta'lim metodlarini puxta egallagan bo'lishi kerak. Kasbiy mahorat bu o'qituvchining bilim, ko'nikma va amaliy tajriba uyg'unligidir. O'qituvchi o'z fanini chuqur bilishi, darsni lo'nda tushuntirishi, o'quvchini o'ylashga undashi va darsni boshqarishini bilishi lozim. Kasbiy pedagogika manbalarga ko'ra zamonaviy o'qituvchi o'z ustida muntazam ishlaydigan, yangiliklarni qabul qiladigan, muammoli vaziyatlarni hal qilishga qodir, yuqori darajada tashkilotchi bo'lishi talab etiladi. Kommunikativ kompetensiya va pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'qituvchining nutq madaniyatini, muloqot texnikasi, tinglay olish va tushuntirish mahoratini muhim o'rin egallaydi. Raqamli davrda o'qituvchi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini egallashi, elektron darsliklar, multimedia vositalari, masofaviy ta'lim platformalaridan foydalana olishi zarur. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchining shaxsiy qiziqishi, qobiliyati va motivatsiyaga asoslanadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvning mazmuni. O'qituvchi har bir o'quvchining individual xususiyatlarini bilishi, psixologik holatini hisobga olishi va mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. Zamonaviy o'qituvchiga qo'yiladigan talablar. Zamonaviy ta'lim tizimida o'qituvchi shunchaki bilim beruvchi emas, balki ta'lim jarayonini tashkil etuvchi, boshqaruvchi va rivojlantiruvchi shaxs sifatida talqin qilinadi. O'qituvchida qo'yiladigan talablar kompleks tizimi uzluksiz ravishda takomillashib boruvchi jarayon sifatida qaraladi. Shulardan birinchidan, zamonaviy o'qituvchi kasbiy pedagogik bilimlarni puxta egallagan bo'lishi zarur. Ikkinchidan, zamonaviy o'qituvchi kommunikativ kompetensiyaga ega bo'lishi talab etiladi. Uchinchidan, o'qituvchidan axborot kommunikatsiya texnologiyalarini egallash talab etiladi. To'rtinchidan, zamonaviy o'qituvchi shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillariga amal qilishi lozim. Bu yondashuv o'quvchining individual xususiyatlarini tahlil qilish, psixologik tayyorgarlik darajasini hisobga olish, differensial va individual ta'lim shakllarini qo'llashni nazarda tutadi. Beshinchidan, zamonaviy o'qituvchi pedagogik etika, kasbiy mas'uliyat va o'zini rivojlantirish madaniyatiga ega bo'lishi zarur. Zamonaviy ta'lim tizimi o'qituvchidan keng qamrovli kasbiy kompetensiyalarni talab qiladi. Pedagogik mahorat, kommunikativlik, raqamli savodxonlik va shaxsga yo'naltirilganlik yondashuv bugungi pedagog faoliyatining ajralmas tarkibiy qismlaridir. Shuningdek, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish ta'lim sifatini oshiradi, o'quvchi shaxsining rivojlanishiga imkon yaratadi. Xulosa qilib shuni aytganda, zamonaviy o'qituvchi bu doimiy ravishda o'z ustida ishlaydigan, innovatsion fikrlaydigan, tarbiyaviy va ta'lim jarayonining bosh tashkilotchisi bo'lib, u har tomonlama yetuk va ta'limiy islohotlarga mos shaxs bo'lishi zarur. E'tiboringiz uchun rahmat.